8-mart kuni ayolimga syurpriz qilaman deb Dubayga 2 ta tur oldim. Onam buni eshitib, "Sani tuqqan mana u Burj Xalifani xotin-akang ko'rarkan" deb uydan chiqib ketdilar kechasi soat 3 da. Onamga ham olganimdan keyin "Xolangsiz ketmayman" deb turib oldilar. Xolamga ham bitta olmoqchi edim, Zagram pasport yo'q ekan. Pasport olib berdim. Yozgi kiyimi yo'q ekan, kiyim olib berdim. Uyda kolbasa ham tugagan ekan. Keyin ayolim xafa bo'ldi. Har 14-yanvar sizga mayka sovg'a qiladigan mani onajonimcha deb mashinamni sotib qaynonamga ham bitta tur oldim. Qaynatam buni eshitib, Rashikda 60 ga kirgan qaynonamga Dubayda kiming bor deb janjal qilgandan keyin qaynatamga ham bitta olishga majbur bo'ldim. Uyga kelib adam bilan so'rasam, "Yaxshimisan, tapichka" deb kutib oldilar. Onam adamga qaynatamga tur olib berganimni aytib bo'ptilar. Adamga ham tur oldim. Rejada bolalarimni akamnikida qoldirish edi. Akam, birga uchamiz deb o'ylabman" deganida akamga ham bitta tur olishga majbur bo'ldim. Xotinimni yaqinda ajrashib psixologga qatnayotgan opasiga "Psixolog, havo almashtirmasangiz ahvolingiz yanada og'irlashadi" debdi. Sotgan mashinamni ham puli tugagan. Shunda rahmim kelib, o'zimni turimni opasiga berdim. U ham kerak emas deb bitta oldi. Bugun eson-omon qo'nishibdi. Basseynda cho'milishayotgan ekan, onam video tashab qo'ydilar. Tagidan "Bekor kelmadingda Hikmat" deb xolam yozib yuboribdilar.